Mendan nega aynan Symfony frameworkini maqtashimni ko'p so'rashadi. 20 yildan ortiq dasturlash bilan shug'ullanar ekanman. Bu paytlarda ichida juda ham ko'plab frameworklar ko'rib chiqdim. Zend framework degan kuchli o'z vaqti uchun framework bo'lardi. PHP Cake'ga o'xshagan juda ham ko'plab kichik frameworklar ham bo'ladi. Vaqtida hech qancha juda ham xursand bo'lganmiz. O'z vaqtining eng zo'r frameworklaridan bittasi edi. Lekin oxirgi versiyasi 2014 chiqdi. Hozir esa 2024. 10 yil o'tibdi bolalar. Demak, u moral jihatdan eskirib bo'ldi. Laravel ham juda ham yiga o'xshaydi, lekin yangilanib turadigan framework, ajoyib framework, lekin bilasizlarmi, u yerda haqqoniy OOP dasturlarni yozish qiyin, chunki funksiyalar ko'p ishlatilgan, statik funksiyalar, OOPda funksiyaga o'rni yo'q, bilasizlar. Symfony shunaqa yozilganki, hattoki boshlovchi dasturchi ham design patterns deyishadi, loyihalashtirish qoliplarini o'rganishi, ularni ishlatishi kerak bo'ladi. Haqiqiy OOP kod yoza oladi. Demak, Symfony frameworkni o'rganish uchun boshqalarga nisbatan qiyinroq bo'lsa-da, sizni keyingi darajaga olib chiquvchi framework hisoblanadi.